Sizga kun davomida hamrohlik qiladigan mana bunday mobil telefon elektron chiqindilar degan katta muammoning sababchilaridan biri. Tahlillarga ko'ra, ko'plab foydalanuvchilar qurilma nosozligi sabab emas, balki batareya quvvatini yo'qotgani tufayli yangi telefon sotib olishga majbur bo'lmoqda. Bu muammoni bartaraf etish uchun dunyoda nima gap deysizmi? Yevropa ittifoqi smartfonlar qanday ishlab chiqarilishi va ularning xizmat muddati qancha bo'lishi kerakligi yuzasidan yangi qoidalarni joriy etmoqda. Mazkur tartiblar 2025-yil iyun oyidan boshlab bosqichma-bosqich kuchga kirgan bo'lib, 2027-yil fevraliga kelib to'liq amal qila boshlaydi. Yangi yondashuv qurilmalarning mustahkamligi va ta'mirlash imkoniyatlarini oshirish, shu bilan elektron chiqindilarni kamaytirishga qaratilgan. Yangi talablar ishlab chiqaruvchilardan smartfon dizayni va texnik yechimlarni qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Xususan, qurilmalarda ishlatiladigan batareyalar tez eskirmasligi, ehtiyot qismlar uzoq muddat davomida mavjud bo'lishi va qurilmalarni maxsus uskunalarsiz ta'mirlash imkoniyati yaratilishi lozim. 2027-yildan boshlab Yevropa bozorida sotiladigan smartfonlar foydalanuvchi tomonidan mustaqil ravishda ochilib, oddiy vositalar yordamida batareyasi almashtiriladigan qilib ishlab chiqilishi shart bo'ladi. Bu esa servis markazlariga murojaat qilish zaruratini kamaytiradi. Yangi qoidalar aynan shu muammoni bartaraf etishga qaratilgan. Reglamentga ko'ra, batareyalar kamida 800 ta zaryad siklidan keyin ham o'z sig'imini 80% ni saqlab qolishi kerak. Ishlab chiqaruvchilar qurilma bozorga chiqarilgandan keyin kamida 10 yil davomida ehtiyot qismlar bilan ta'minlashi lozim. Asosiy komponentlar esa 5-10 ish kuni ichida yetkazib berilishi talab etiladi. Bundan tashqari, ta'mirlash qo'llanmalari ochiq bo'lishi, mustaqil ustaxonalarga cheklov qo'yilmasligi va qurilmalar oson ochiladigan qilib ishlab chiqilishi shart. Yana bir muhim yangilik iste'molchilar uchun maxsus axborot yorliqlarining joriy etilishidir. Unda qurilmaning batareya samaradorligi, energiya tejamkorligi, chidamliligi va ta'mirlanish darajasi haqida ma'lumotlar aks ettiriladi. Bu esa xaridorlarni uzoq muddat xizmat qiladigan va ekologik jihatdan maqbul mahsulotlarni tanlashga undaydi. Yangi tartiblar sabab qurilmalarning xizmat muddati uzayadi, ta'mirlash xarajatlari kamayadi va eng muhimi, elektron chiqindilar hajmi qisqaradi. Qurilmalarni uzoq muddat foydalanishga moslashtirish, ularni ta'mirlash va qayta ishlatish imkoniyatlarini kengaytirish orqali tabiiy resurslarga bo'lgan bosim kamayadi. Bu yondashuv ekologik siyosatni takomillashhtirish yo'lida muhim tajriba bo'lib, boshqa davlatlar, jumladan O'zbekiston uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Sababi hozirda bu kabi smartfonlar har birimizda bir nechtadan bor. Shuning uchun ham elektron chiqindilarni kamaytirish va barqaror iste'mol madaniyatini shakllantirish bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda.